ba'zi bid'at ahllaridan ba'zilari Abu Imron an-Naxai degan zotga aytgan ekanlarki, isma' minni kalimatan fa'arada anhu va qala bala nisfa kalima. Butun bid'at amallarini qilib yurgan kishi Abu Imron an-Naxai degan zotga aytgan ekanlarki, mendan bir so'zga quloq soling deganlarda boshi yuz o'girib aytgan ekanlar, bir so'z emas, yarimta so'zni ham sendan eshitmayman degan ekanlar. Abu Ayyub as-Saxtiyoniydan ham shunday narsa rivoyat qilingan. Fuzayl ibn Iyoz rahimahulloh bu kishi eng zohid tobiinlardan hisoblanadi. Man ahabba sohiba bid'atin ahbata Allohu amalahu va akhraja al-islam min qalbihi wa man zawwaja karimatahu min mubtadi'in faqad qata'a rahimahu wa man jalasa ma'a sahibi bid'atin lam yu'tal hikma wa idha 'alima Allahu min rajulin annahu mubghidun li sahibi bid'atin rajawtu an yaghfira Allahu lahu. Fuzayl ibn Iyos bu kishi Robiatul Adaviyya bilan va Harunur Rashidni davrlarida hamzamon bo'lgan kishilar. Fuzayl ibn Iyos haqiqiy bir amal bilan hayotida o'tgan zotlardandir. Abdulloh ibn Muborak davrida hamzamon bo'lgan kishilardandir. Bu kishi aytgan ekanlarki, bid'atchi odamni yaxshi ko'rgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni amalini sekin habata qilaveradi. Islomni qalbidan chiqaradi. Kim o'zining farz qizini bid'atchi odamga turmushga bergan bo'lsa, o'zining yaqinlariga jinoyat qildi degan ekanlar. Qat'iy rahim kutish odam degan ekanlar. Kim bid'atchi odam bilan birga o'tirishgan bo'lsa, Alloh unga hikmatni hech ham bermaydi degan ekanlar. Alloh taolo bir kishidan bilsaki, bid'atchi kishining yomon ko'rganligini bilsa qalbida, umid qilamanki Alloh uni gunohini kechiradi degan ekanlar. Abu Abdullah al-Hakim rivoyat qiladilar Oysha radhiyallohu anhodan. Bu kishi Oysha radhiyallohu anha aytgan ekanlarki, qala Rasululloh sallallohu alayhi va sallam, man waqqara sohiba bid'atin faqad a'ana ala hadmil islam. Kim bid'atkor odamni ulug'lab, hurmat qilib, baland martabaga ko'targan bo'lsa, islomni vayron qilishlikka yordam beribdi degan ekanlar. Bu birodarlar bid'atga giribtor bo'lgan odamning haqqida bo'lyapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning davrida Allohni inkor qilgan kofir bo'lgan emas, magar nodir suratda bo'lgan. Va ma yuhlikuna illa dahr deganlar juda kam bo'lgan. Allohni inkor qiladigan kofir bunday maraz surati hech qanday tarixning yaqin qismidan boshlangan xolos birodarlar. Chunki tamomiy o'zining vujudi, tamomiy olamning vujudi isbotlab turgan narsani inkor qilib yuborishlik uchun tamomiy vijdonini jarrohlarning oldiga borib oldirib tashlashligi kerak. Unda faqat jig'ildondan boshqa narsa qolmagandan keyingina Allohni inkor qilishligi mumkin. Mana bu so'zlar bid'at bilan g'arq bo'lib ketgan odamning haqqida shu so'z bo'ladigan bo'lsa, shirk va kufr haqida bundan ham qattiqdir birodarlar. Dinni jiddiy narsa deb ishlamoqligimiz kerak. Din bu hazli narsa emas. Allohning matosi yengilmas. Ala inna sil'atallohi g'oliya, ala inna sil'atallohil jannah. Allohning matosi, beradigan matosi juda qiymatdir. Allohning beradigan matosi sizga bu boshqa bir qo'lingizga ushlatib yo boshqa narsa deb, ozgina narsa deb o'ylamang. Allohning matosi jannatdir. Unda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan, nafs nimani xohlasa muhayyo qilingan ziyofatxonadir bu.